yerga tushib qolgan qarang. E'tibor qiling bo'lsa. Tabiiy ham yerga ishonib qolamiz. Balonimiz qolib bordi. Yaxshi ham ses qolib chiqarib to'xtadik. Balonimiz mana shu yerda turibdi. Endi to'g'ri. Mexanik javoblamiz. Yerda turibdi o'tganda. Mexanik kompyuter bilan saqlab qo'yamiz. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Bunday vaziyatda agar mana shu yerga to'xtasak, politsiya kelib tashib qo'yadi. Bo'lgan paytda e'tibor qiling. Bu tomonlarga kiritib, mana tomonga. Ishga chiqdi. Va chap tomonga. E'tibor qiling. Yo'lda shunday holatlar ham uchrab Assalomu alaykum do'stlar. Biz Germaniyaning Freistadt Bayern, ya'ni Bavariyaning hudud okrugiga kiruvchi Nuremberg shahridamiz. Bugungi video do'stlar, Yevropada barcha ishlayotganlar, ya'ni bu yerda shopirlar bo'lsin, xoh karistlar bo'lsin, kara haydaydiganlar, taksichilar bo'lsin, undan tashqari esa logistika sohasida ishlaydiganlar, ya'ni yuk tushirish, yukni ko'tarish yoki metallurgiya, quruvchilik, hammasi nima sohada ishlayotgan bo'lsa, do'stlar, shuni oyligini 2000 yevro deb oladigan bo'lsak, masalan, o'rtacha oylikda o'shandan qanchasi расходga ketadi. Biz mana shu narsani shofir, ya'ni dalniboyshik sifatida sizlarga olib o'taman. Sizlar esa do'stlar, o'zingizni qaysi kasbda bo'lishingizdan qat'iy nazar, Rossiyada bo'lsin, xoh Yevropada qancha oylik olasizlar, o'shandan qanchasi расходga ketishini sizlar ham kommentariyada yozib keting. Qani ketdik. Meni расходim qancha bo'ladi? Bismillah deb eshikni yopamiz va boshlaymiz. Toychoqni yopdik. Toychoq yopildi. Legendarniy o'sha o'zimiz nomerimiz. Biz esa Nuremberg, ya'ni shahriga kelib, ya'ni bu yerda ham aylanamiz, sayohat qilamiz va sizlarga bir oylik расходim haqida aytib o'taman. Alloh bekorga bu yerga keltirmabdi. Ya'ni endi Nurembergdan ob'ez qilib ketayotgan paytda balon bekorga yorilmabdi, chunki mana shunday go'zal bir shaharda sayohat qilgin degan maqsadda mana shu yerda to'xtatibdi deb qolamiz va endi sayohatga qarab ketdik. Birinchi manzilimiz, ya'ni bu yerda Yevropada juda ham mashhur bo'lgan Action magazini. Bu yerda Yevropada ko'p yashagan do'stlarimiz ham Action nimaligini biladi, lekin ichida nima sotishni bilmaydi. Hozir ichkariga borib sar ko'rsatamiz. Bu yerda mana shunday ichkarisi. Arzon narsalar sotiladi. Naushnikdan tortib, bor, hamma kerakli jihozlargacha. Shokolad, qalat hammasi ham bor. Uy rozg'ob buyumlari hammasi shu yerda. Televizor pultlarigacha. Narxlar juda ham arzon. Masalan, mana shu taxtachani olmoqchi bo'lsak, 299 ekan. Hamma shu yerda. Ayniqsa bu yerda plastmassa buyumlar juda ham arzon. Akkinchi gaz ham bu yerda arzon. Boshqa bir magazinlarga nisbatan, ya'ni o'zimiz mashina ichida kichkina gaz ballonchalar ishlatadigan bo'lsak, mana shu yerda arzoniga topishimiz mumkin. Yostiqchalar. Mana bu yerda e'tibor qiling. 10 yevro ekan. Ya'ni mana shuni olsak, narsalar tashiymiz va o'zimiz sekingina mana shunday qilib ko'tarib yurishimiz mumkin. Produktga. Italiyada ko'rgan paytimiz 15 yevro edi. Bolgarka 22-23 yevro. Mana lampa. Xohlagan joyimizga qisqartiradigan lampochkamiz esa bu ham 20 yevro ekan. Bori, hamma narsa ham bor. Mana qarshingizda ko'rib turgan barcha joylar, o'yinchoq, shirinliklar. Kimda bilmaydigan, kelmagan insonlar uchun yangilik bo'ldi. Davom etamiz. Mana do'stlar, prom-zonamizdan 2 kilometrda mana shu McDonald's joylashgan ekan. Nima uchun buni ko'rsatyapman? Hojatxonaga keladigan bo'lsa, kim mana shu yerga kelib, bemalol yana o'sha 2 kilometrga qaytib turamiz. Chunki hozir prom-zonada to'xtaganmiz. Nurembergda chiroyli joylardan biri mana do'stlar. Mana bu Fesser degan kompaniya ekan. Bunga e'tibor qiling, mana bu mashinalar Supra
VZ bor ekan, narigi tomonda esa Supra xuddi o'sha narsani VZ 5 bor ekan. Endi narxlarga e'tibor qilamiz. Bu vaqtda salon to'g'ridan to'g'ri sotyapti ekan. E'tibor qiling, narxi turishi lekin shunaqangi dahshat. Avtobusda ishlagan paytim bu mashina qanday yurishini o'zim guvoh bo'lganman. Otmisan, duldul ot. Lekin narxi ham otga yarasha ekan. Narxiga qarang. 59934 yevroga 49 sent ekan. Boshqa modellari ham bor ekan, 60780 yevrogacha. Minsang mana shunday mashinani mingin deydi-yu. Endi yonidagi esa VZ5 varianti. E'tibor qiling. Bu arzonroq ekan. 16237 yevro ekan. Kreditga ham berilar ekan. Yo'q do'stlar, 16000 deb adashibmiz. 45133 yevro ekan. Ajoyib. Mana shunday mashinalar, lekin puliga arziydimi do'stlar? Juda ham zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunday qilib har bir mashinalar, ya'ni bu yerda Supralar sotilar ekan. Har bir mashinani ko'rib ketib va biz Nuremberg Center qayerdasan deb ketamiz va videoning oxirida nimalar olganim va oylik rasxodim qancha ekanligini aytib o'taman. Ajoyib bo'lyapti hozir do'stlar. Atmosfera bomba, salqin havo, mazza qilib aylanadigan havo bo'lyapti. Endi sizlarga maslahatim do'stlar, mana shunday 45, ya'ni haftada shanba yakshanba kuni 45 bo'lgan paytda, dam olish kuni bo'lgan paytda bir shaharlarga chiqib aylanib turinglar. Sizlarga maslahatim sababi dunyo kezish kerak. Bu yerga faqat pul topish uchun kelmaganmiz, ham sayohat, ham pul topish uchun kelganmiz. Chunki sayohat qilsak, hayot mazmuni yanada kengayadi. Hozir Nuremberg shahrida siz ham menga o'xshab har safar biror bir yoqqa borsangiz, katta shaharga bo'lsa, tarixga bir nazar tashlab, ya'ni Google'ga qarab turib Nuremberg nimasi bilan mashhur desangiz, bu o'rinda birinchi keladigan narsasi Nuremberg sudi deb keladi. Ya'ni Nuremberg sudi bu 1945-yilda do'stlar, bilamiz, urush bo'lgan 1945-yilda urush tugagan va 1945-yilda 1949-yilda, ya'ni fashist tashkilotlar o'sha jinoyatchilarni hammasini sud qilgan birinchi mana shu sudyalarning makoni mana shu yerda joylashgan. Biz mana shu tomondan ko'rib ketamiz. Juda ham ajoyib. Qani ketdik. Hozir boradigan joyimiz endi DM degan joyimiz bor. Ya'ni onaxonlarimiz uchun qarigan paytlarida suyaklari mustahkam bo'lishi uchun va undan tashqari esa xotira uchun alohida foydali vitamin narsalarimiz bor. O'shani ko'rib ketamiz. Mana bu yerda tank biliga deb yozib qo'yibdi. Ya'ni zapravka arzonroq deb qo'yibdi. O yerda bash telebashasiga e'tibor qiling. Nurembergda telebashnasi. Va juda ham ajoyib, go'zal bo'lgan favora fontanchasi shu yerda. Shaharga e'tibor qiling. Umuman musor yoki biror bir chang ko'rmaysiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Mashallah. Biz esa hozir sizlarga o'sha DM ajoyib aptekasini, ya'ni vitaminlar sotadigan joyini ko'rsataman. Tomonga ketyapman. Mana bu yerda hozir DM deb yozib ko'rsatyapti. Hozir birgalikda boramiz. Mana o'sha magazinda logotipi. Mana shu DM bo'ladi. Hozir boramiz. Mana o'sha mashhur vitaminlar sotadigan joyga keldik. Ya'ni do'stlar, buni ma'lumot uchun aytib o'taman. O'zbekistonda, ya'ni nemetskiy dorilar deb juda qimmatga sotadi. Xotiraga kerak bo'lsa bu yerda zarar yo'q dorilar, ya'ni vitaminlar sotadi. Xotiraga, undan tashqari kalsiy bo'ladigan omega 3 va boshqa bir narsalar ham mana shu yerda sotiladi. Hozir birgalikda hammamiz birga ko'rib chiqamiz. Mana keldik. Bu yerda nafaqat dorilar, balki ayollar kosmetikasiga oid bo'lgan narsalar, shampunlar va undan tashqari yengil narsalar ko'p sotiladi. Hatto mana bunday qilib hozir tabiiy narsalarga ega bo'lgan vitaminlardan tashqari bunday oziq-ovqat mahsulotlari sotiladi. Mana biz qilgan joy mana bu yer. Vitaminlar chaqaloqlar uchun har xil. Bu tomoni har xil dezinfeksiya mahsulotlari. Bu tomoni esa salfetkalar. Mana bu biz qilayotgan narsalardan biri. Mana bu yerda men salfetkani olamiz. Ularning salfetkasi bu yerda juda ham zo'r farq qilinadi. Mana biz qiladigan yer mana bu yerda. Hamma vitaminlar. To'g'ri, narxi ham juda ham qulay, glukozamin. Hammasi topib gedexni istagandan ham topishimiz kerak hozir. Miya faoliyatiga zo'r. Mana ayollarga xususan hammasi bel. Uyqu uchun melatonin, magnezium dorilar, hammasi belga. Hamma yer mana shu yer dori. Ya'ni vitaminlar. Omega 3 vegetarianlar uchun narxlari ham qulay. Mana bu juda ham kerak bo'lgan vitamin. Mana rastorovka, ya'ni jigar uchun. Tozalaydi jigarni. Va mana bu ham juda ham ajoyib, leber eliksir. Mana shuni ham olamiz. Ertalab och qoringa mana shuni ichsak, ya'ni bu 120 mg, 4 mg ni ichib bir oy davomida ichsak, o't qopidagi toshlar hammasi erib yo'q ketar ekan. Mana ayollarga kerak bo'ladigan barcha vitaminlar mana shu yerda. Har xil qolganlari. Mana erkaklarga esa mana bu yerda turibdi. Erkak kishining sog'ligi uchun mana kerak bo'lgan narsalardan. Ya'ni vitamin ichida sink ham bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, barcha vitaminlar mana shu yerda. Eng asosiy bo'lgan narsalar, oladigan narsalar bizda. Men olgan narsalardan biri mana shu. Leber eliksir deb qo'ygan oldim. Omega 3 ta oldim. Ya'ni mana bunisini. Bundan tashqari esa buni olganimga sabab aytib o'tganimdek, jigardagi barcha o't qopidagi toshlarni tozalaydi.
keyin esa mana miya faoliyatidagi tahorat, ya'ni o'tirib ko'p ishlaymiz. Mana shu ham juda ham foydali. Onaxonlarimiz uchun esa alohida tizzalar, ya'ni bo'g'imlarga qarshi dorini sizlarga ko'rsatib o'tdim. Har xil mana bu vitaminlar, chunki hayot mana gedexnis. Просто mana topdim. Mana shuni olamiz ham. Juda ham bu xotira uchun juda kerak bo'lgan narsa. Nima vitaminlar bor? B2, B12 ham bor ichida. Bu vitaminni hozir xotira uchun ham oldik, lekin buni o'rniga, ya'ni ham olgan narsamiz bizga mana narsa bo'ldi. Ya'ni barcha B vitaminlari yordam ko'rsam. Erkaklar sog'ligi uchun ham mana shu dorilarni olamiz. Mana do'stlar, Nyurenberg shahrining markazi. Sizlarga aytganimdek, bu yerning mashhur yeri bor edi. Bu yerning mashhur yeri bu ularning 1945 va 1949-yillarda mana shu yerda fashistlar ustidan sud qilingan. Nyurenberg. E'tibor qilamiz. Insonlari bugun shanba kuni mazza qilib kafeda o'tirishibdi. Mana shu ajoyib go'zal bir yerda. Yonida mana o qizil esa velosipedda yuradigan joy va yonida esa odamlar yuradigan joy. Juda ham go'zal. E'tibor qilamiz. Bu yerda Dr. Heinz Zebiger Strasse bilan Forter Strasse. O nargi tomonda esa do'stlar, buni orqa tomonda Schluchen Strasse, ya'ni yomon ayollarning ko'chasi ham bor ekan. U yoqqa biz bormaymiz, chunki biz bu yerga ishlash uchun kelganmiz va sayohat uchun hech qanaqa mayibga kelmaganmiz. Biz mana shunaqa sayohat qilib mazza qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Endi esa o'sha mashhur yerga birgalikda boramiz. Go'zal bu joyga birgalikda borib, birgalikda sayohat qilamiz. Endi do'stlar, har safar mashinada o'tirmasdan, ya'ni chirib bitta yerda o'tirib, sog'lig'ida ketkizmasdan bu yerga keldik. Возможность bo'lyaptimi, imkoniyat bo'lyaptimi? Aylanaylik do'stlar. Hayotimizda mana shu aylanganimiz qoladi. Payti kelib Yevropani o'zbekistonliklar uchun vizasini qiyin qilib bo'lgan taqdirda shu Yevropani, ya'ni Germaniyaning Nyurenberg shahrida bo'lganman. O'sha tribunal, ya'ni Gaga tribunal, bu yerdan keyin Gaga tribunalga olib ketgan. O'sha fashistlarni sud qiladigan joyga men kelganman, o'sha mashhur yeriga deb eslab yuramiz. Qani ketdik. Mana shuncha turistlar bu yerga kelmoqda. Memorial deb yozib qo'yibdi. Sovet davrinikini ham qo'yibdi mana. Hamma bayroqlar. Ichkariga mana kirishyapti hamma. Nyurenberg. Qani biz ham davom etamiz. Zdaniyasiga e'tibor qiling. O'ta bahaybat. Ichkariga kirib, bemalol ko'rib, qanday ekanligiga birgalikda guvoh bo'lamiz. Mejam Fransız Platz ekan bu yog'i. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Ajoyib. Memoriam Nürnberger Prozess. Eingang entrance. Mana shu yerda Nürnberg zulm qiladiganlar ustidan oxirgi hukm o'qitilgan. Hammasini qamalib, o'sha qamoqlarda vafot etgan.
Qani ketdik. Hatto International Nürnberg Principal Academy. Bu ham shu yerda joylashgan ekan. Mana. Shuncha yoshlar bu yerga kelishibdi. Ajoyib. Qani ichkari kirargacha. Κύριε Πέτρο, κύριε Κώστα, ελάτε. Ακούστε λίγο, ακούστε με λίγο. Bilet sotib olibdi. Κύριε Κώστα, πρέπει να έρθουν ένας εδώ τώρα. Με την Ichkariga kirib, muzeyiga kirib tomosha qiladi bular. δεν ξέρω αν έχει ξαναπεί τα πληρώσουν. Hozir so'rab ko'ramiz, bilet bormi ekan. Bu yoshlar o'tgandan keyin kirasiz deyapti. Ya'ni bular alohida bu yerda turistik guide, ya'ni o'sha odamlarni sotib olibdi. Shu yerda 1 soatdan keyin kirasiz deyapti. 1 soat ichida biz ko'p narsalar qilamiz va mana shu yerga keldik. Eng asosiysi mana bu binolarni ushladik, ko'rdik. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi esa bitta u tomonga borib aylansak bo'ldi. Ustunlariga e'tibor qiling. Juda go'zal. Mashalloh deb qolamiz. Ajoyib. Ana qanday sud bo'lganligigacha hammasini mana bu yerda rasm orqali bayon etib qo'yibdi. Odamlar turibdi mana. Orqada askarlar. Sud zali. O'sha paytda ham xuddi ana shunday ko'ringan ekan. Gap bo'lishi mumkin emas va davom etamiz. BMW yo'llarning qiroli deydi-yu. Qani bu tomondan aylanib ko'ramiz. Ajoyib do'stlar. Bu yerda shanba yakshanba kun turistlardan tashqari hech kim yo'q. Kimdir bormi desak, turistlarning o'zi mana men borman deb chiqavergan. Mana qarang. Bu yerda hozir binosi o'ta katta ekan. Kirish mana shu yerdan boshlangan bo'lsa, to'g'ri mana bu yerlargacha olib, ya'ni shu binodan to u tomongacha ekan. Mana bu yerda esa oq bilan ko'k bayroq qo'yibdi ekan. Qani yaqinlashamiz. Agar do'stlar mashinada kelgan paytimiz mana shu yerga parkovkaga mashinani qo'yib, bu yerda esa to'lanadigan apparati bor ekan. Mana shu apparatga pulni to'lab bemalol ichkari kirsak bo'lar ekan. Mana do'stlar, o'sha mashhur joy. O'rtasiga keldim mana, o'rtasiga, markaziga do'stlar. Bayroqda gap yo'q. Narada esa Germaniyaning o'zining bayrog'i. Bu menimcha bu odil sudlov bayrog'i bo'lsa kerak. Ajoyib. Biz esa do'stlar keyingi ikkinchi o'rinda turadigan yerga borishga harakat qilamiz inshaalloh. Bu yerdan ko'rib, videoga olib va oxirida
hamma rasxodlar qancha bo'lganligini sayohat mana hozir sizlarga aytishim mumkin. Bu sayohat hozir tekinga tushyapti. Sabab peshkom keldik 3,5 kilometr. Ajoyib. Mana bu ustunlarga e'tibor bering. Odamlarni og'iz ochilib turibdi. Mana bu yerda mana u sigirni tilimi bo'lmaydi. Mana bu yerda esa odam, bu yerda ham xuddi shunday. Mana shu ikkita chekkadagi simvoli bitta ekan, mana o'rtadagi odamlar esa ikki xil ekan. O'shanga e'tibor berdik. Mana joyiga e'tibor berdik. Juda go'zal. Xilpirab turibdi Germaniya bayrog'i. Haqiqatan ham juda kattaligiga e'tibor qiling. Yana hali tugamadi bu. Bu yer hali tugamadi. Hali o tomonlarda ham bor ekan buni. Tomoni o'sha tomoni oxiri ekan. Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin. Qani ketdik ikkinchi joyimizga endi. Allohga shukr, mana shunday joylarni ko'rish baxt nasib etdi. Bu yerga keldik do'stlar. Sizlar ham sayohat qilinglar. Ishimizda bu sayohat juda ham organizmimiz uchun juda ham foydali bo'ladi. Ham sayohat qilamiz, ham ishlaymiz. Birgalikda pul topamiz. Mana hurmatli do'stlar, Nyurnberg qasriga ketayotib, mana bunday ajoyib go'zallikning guvohi bo'ldim. Qarshingizdagi ko'rib turgan kanal Pegnitz kanal hisoblanadi. Mana shu yerga kelib oldin rasmga tushish imkoni bo'lgan ekan, hozir esa yopilgan ekan. Juda ham go'zal. E'tibor qiling. Bu yerda atrofiga, suvda atrofiga mana bunday ajoyib uylar qurib tashagan. Mana shu qarshingizda ko'rib turgan mana shu uylar juda ham ko'p. Germaniyada uchratasiz. Hozir bu tomonga yurib ham yo'l-yo'lakay ko'rasiz. Mana shunaqa uylar aynan shu yog'ochdan qurilgan X usulda, yonidagi to'rtburchak usuldagi uylar qurib qo'yilgan. Juda ham ko'p Germaniyada. Qani ketdik, davom etamiz. Uylarga e'tibor qiling. Juda chiroyli qilib qurilgan. Mana qarshingizda aytgan mana shunday dizayndagi uylar. Mana bu znakni ko'rgan paytingiz 30 dan tepa harakat qilmar ekansiz. Sekingina yurish kerak. Joylarga e'tibor qiling. Tinchgina. Kimdir bormi degan odam yana qaytarasiz. Faqat turistlar. Juda chiroyli. Oldingi asrlarda mana bunday qilib taqlatib qo'yardingiz eshigini, oynasidan kimdir chiqardi. Hozir esa bular ajoyib kafelarga aylangan. E'tibor qiling. Farrader Pedalcraft. Juda go'zal. Ajoyib. Manzara bomba. Ko'prikdan o'tadigan paytimiz ham yana bu suvlarning guvohiga aylanamiz. Bahor fasli. Shu orada do'stlar, sizlarni bugungi Arafa bilan ertangi Hayit
bayrami bilan tabriklayman. Bu video qachon qo'yiladi, lekin sizlarni barchangizni tabriklayman ilohim. Mana shu yerga kelib ishlab yurish va ayniqsa sayohat qilib yurish baxti nasib etsin. Havo juda ham ajoyib, bahor havosi, toza havo. Qushlar sayryapti. Juda zo'r. Va biz Nyurnberg qasr tomon yo'l olamiz. Oilaviy bu yerga ko'chib kelsalaringiz, mana shunday farzandlaringizni mana shu insonlarga o'xshab olib, mazza qilib baxtiyor oila bo'lib yashab yurishga nima yetsin. Bu yerda bitta do'stimiz mazza qilib yotyapti. E'tibor qiling. Mazza qilib dam olyapti. Mana buni dam olish desa bo'ladi. Biz esa yo'limizda davom etamiz. Mana shunday ajoyib manzaralarda tarixga muhrlab qolamiz. Yo'l-yo'lakay ajoyib manzaraga duch kelyapman. Nyurnbergda juda ham eski shaharlar juda ham ko'p ekan. Ya'ni hozir biz Altstadt eski shahar tomoniga qarab yo'l olyapmiz. Ajoyib. Peshxod yondi bizga. E'tibor qiling. Noyator. Oltita mehmonxona bor ekan ichkarida. Ajoyib. Ichkariga bir ko'raylikchi. Nima karomat ko'rsatadigan joy ekan. Qoyil. Yevropada sog'lom turmush tarzi juda kuchli rivojlangan. Hamma ertalabdan boshlab yugurishni boshlaydi. Shanba kuni o'zi uchun shanba vaqt ajratadi. Sog'ligiga. Mashalloh, juda chiroyli joy ekan. Поверните налево. Xo'p bo'ladi. Налево bo'lsa налево. Qaylamiz hammasiga ham. Ajoyib. Ovozini eshitilyapsizlarmi? Ukkina ovoz eshitilyapti hatto. Mana. Bu go'zal joy. Biz esa mana shu yerdan pastga qarab ketishda davom etamiz. Juda sokinlik. Hamma dam olyapti. Yoki bu yerda aholisi sayohatga ketgan. Ko'pchilik esa mana mashinasidan ma'lum mashina turibdi. Hamma bugun shanba mazza qilib dam oladi. Kimdirlar esa ko'chish bilan mana band. Mana bu do'stimiz ko'chyapti shekilli.
Juda ham baland plastiklar juda ko'p ekan bu yerda. Hozir esa mana pastga qarab ketding deyapti bizga. Bir pastlikka tushib, bir tepalikka chiqar ekanmiz. Xuddi bu yer Istanbul yo'llarini eslatar ekan. Spartak jangchilari. Qani, davom etamiz. E'tibor qilyapsizlarmi do'stlar? Mana bu yerda ham xuddi mana shunaqa uychalar bor. Boya sizlarga aytib o'tganimdek. Odamlarga qarang, mazza qilyapti. Juda ham ajoyib atmosfera, odamlar mazza qilib kafeda dam olmoqdalar. Go'zal. Mana qanday nemislar, mana shunday dam olishadi do'stlar. Yashashni bilishadi. Spielzeug muzeum bor ekan bu yerda, ya'ni o'yinchoqlar muzeyi bor ekan yoshlar uchun. Bundan tashqari esa Albert Dürer House. Demak, biz to'g'riga qarab ketamiz. Mana haqiqiy Nuremberg do'stlar. Shahar markazi. Juda go'zal. Mototsiklga e'tibor bering. Eng oxirgi modellaridan. Shuni haydab sayohat qilishga nima yetsin dedi-yu. Shunday haydab ketsam, hamma hayron. Ajoyib. Odamlar uchun o'tiradigan sharoitlar. Mana shu yerda o'tirib olib, sekin kofeni ichib, to'g'riga qarab o'ylanib o'tiradigan manzara ekan. Har bir ko'chalarda mana shunday qilib turistlar jalb qiladigan narsalar. Shu yerdan o'tib olsak, O'zbekona yo'nalishda. Поверните налево. Mana shu yerga juda ko'p turistlar tashrif buyurar ekan do'stlar. E'tibor qiling. Şaka keldik. Buni ham ko'rib ketsak bo'ladi. Qani ichkariga kiramiz. E'tibor qiling. Har xil rasmlar. Baland binolar.
mashhur o'rta asrlar rassomlarining yaratgan asarlari ham bor. Juda ajoyib. O'rta asrlarda yaratilgan rasmlar juda yoqadi. O'sha paytda insonlarning go'zalligini aks etishgan. Поверните направо. Hop bo'ladi. Ko'rgazmalarga e'tibor Поверните bering. налево. Bu yerda esa gid tushuntiryapti odamlarga. Türken waren schon immer weiter vorgerückt und man hatte also die feste Überzeugung, dass sie demnächst vor Nürnberg stehen. Man hat Turklar bilan das aber nochmal verstärkt und für sich jang qilgan haqida ekan. zu wappnen, weil man gesagt hat, heute ist es soweit. Und damit zeigt dieses Bild nicht nur die Angst Jesu, sondern auch noch die Angst der Wiederkehr. Ja, und bevor Sie dann ganz eiszapfen werden, jetzt noch das wichtigste, größte Kunstwerk in der ganzen Kirche. Und es ist das einzige, was nicht von den Patriziern ist. Turklar bilan do'st bo'lgan ekan do'stlar. O'sha haqida rasmlarda ham ko'rinib turibdi. Ajoyib. Pianino. Faqat maestro ko'rinmayapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shunday mahobatli binolarni qurgan insonlarga gap yo'q. Biz esa davom etamiz. Va mana bizning manzilimiz 450 metr qoldi va tepalikka qarab chiqib ketmoqdamiz. Juda ham ajoyib. Va biz nihoyat yetib keldik. Mana bu yerda ajoyib bahor ifori urib turibdi. Shtat muzeum ekan. Shtat muzeum mana shu shahar muzeyi ekan. Fembo House. Burgstrasse. Kaiserburg. Tepada ekan. Va qasrga yetib kelyapmiz. Bu yoqqa kelgancha ham ancha tepalikka qarab faqat yurar ekanmiz. Sog'liqqa haqiqatan ham juda ham foydali. Gap yo'q. Hızlı geliyor mu lan bunlar abi? Turklar ham juda ko'p bu yerda. Tez kelyapti bular mol deydi. Xuddi go'yo Turkiyada yurgan bo'lsalaringiz do'stlar, u yerda xuddi odamlarga yo'l berish xuddi bizdaqa. Biz sistema. Mana shu yergacha kelib kerak bo'lsa, mashinada kelsa bo'lar ekan. Va mana nihoyat o'sha go'zal qasr. Hozir tepaga chiqamiz. Tepadan turib manzarani tomosha qilamiz. Maşallah.
Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz Germaniyaning katta megapolis shaharlaridan biri bo'lmish Nyurnberg shahridamiz. Ha, o'sha topdingiz. 1945-1949-yillarda fashistlar ustidan qilingan sud mana shu Nyurnbergni eslatadi. Va biz hozir eng asosiy yerdamiz. Ya'ni Nyurnberg qal'asidamiz. Va o'sha Nyurnberg qasriga birgalikda tepaga chiqib tomosha qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Qani ketdik. Juda go'zal. Manzaraga e'tibor qiling. Ajoyib. Shahar plani ekan. Va biz tepalik tomon yo'l oldik. Mana bu yerda ajoyib restoranlari, turistlar. Va ajoyib. Va mana shu zinapoyalardan tepaga chiqib oldik. Va ajoyib manzaraga ketmoqdamiz. Mana o'sha atmosfera do'stlar. Nyurnbergda tepa tomondan ko'rinish. Maşallah. Ich habe sie gesucht, weil ich wollte sie schnorcheln. Aber jetzt rückblickend betrachtet kann sie auch glauben, dass es sie wirklich gibt. Dann habe ich alles richtig gemacht. Ich habe mir eine Theorie aufgestellt. auf der Welt, so dumm sie auch sein mag, die noch nicht jemand Juda go'zal. und benannt. Die claim ich jetzt einfach für mich. Ajoyib. Hammani bu yerga kelishga taklif qilib qolaman. Ilohim mana shu yerga kelib Nyurnberg shahrini mazza qilib aylanib ketish baxt nasib etsin. Hammani hayit ayyomlari bilan. Hammaga omad. Assalomu alaykum, yana bir bor do'stlar. Ajoyib atmosfera. Biz Germaniyaning Nyurnberg shahridamiz. Juda ham katta tarixiy shahar. Juda ham go'zal. Hozir biz Nyurnberg qasridamiz. Ajoyib go'zal. Klassik qo'shiq bu yerda yangrayapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Maşallah. Hozir esa to'g'ridan-to'g'ri bu yerda manzarani sizlar bilan birgalikda tomosha qilamiz. Manzaraga gap yo'q. Ajoyib. Quyosh juda chiroyli porlamoqda. Qanday mazza. Odam miyasi dam olyapti.
Hamma tinch, sokin. Va shaharni birgalikda tepadan tomosha qilamiz. Pastda insonlar mazza qilib bugun shanba dam olishmoqda. Mana bu tomonda esa shahar aholisi dam olishga chiqqan turistlar. Mana bu yerda esa cherkov ham ko'rinib turibdi. Nyurnberg qasri. Ajoyib. Do'stlar, ilohim mana shu yerga kelish baxt nasib etsin va 2025-yilning hayit ayyomi bilan sizlarga tabriklayman. Hammaga omad. You see, they make choice. Move to that side. Keep going, keep going, keep going. Aber also auch damit war ich nicht Nihoyat biz ortga qaytmoqdamiz. Endi stadionga ko'ramiz. Stadion. Nyurnberg stadioni. Kaiserburg, Nyurnbergni ko'rdik do'stlar. Ajoyib. To'la pozitiv kayfiyat bilan orqaga qaytyapmiz. Stadion tomon. Juda ham ajoyib. Kelinglar, haqiqatan ham miya juda zo'r dam olar ekan.
Ajoyib. Hozir shahar markaziga keldik. Juda go'zal ekan. Ko'k sochli qizlar kaptarlarga don bermoqda. Juda chiroyli ekan. Поверните направо. Все, окей. Kennen Sie vielleicht den Dreirad? Und dann gibt es noch den Jahreskalender, ganz frisch rausgekommen, was es zum letzten, zweiten Drittel noch alles gibt beim Nürnberger Aufschau, bei der Margret Schmalarsch für Touren. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder bei Danke, deb qolamiz. Mana bu ajoyib. Nyurembergdagi ajoyib poyezdcha ekan. Turistlar uchun maxsus. Har doimgidek an'anaga muvofiq har bir kelgan shahrimizdan, ya'ni hozir Germaniya Nyuremberg shahridamiz. Bitta suvenir olib ketish uchun mana shu yerga hozir kiramiz. Nyuremberg shahridan esdalik bo'ladi. Mana shu orqamda turgan go'zal shahardan esdalik. Mana ketdi ichkariga. Mana shu yerdan olamiz. To'g'ridan to'g'ri markazdan. Qaysi birini olsak bo'ladi? Mana chiroyli ekan, mana shuni olamiz. Yaxshisi bittasida hammasi mujassam, mana shu narsani olamiz. Mana shu ikkalasini olib qo'yaylik esdalikka. Hallo? Zwei. Ja, genau. Kann ich besser mitkarten? Nyuremberg shahrining Altstadt, ya'ni eski shahar qismidan ketayotib, mana bunday o'sha mashhur bularni cherkovini yo'limda uchratdim. Faqatdan ham juda bahaybat, lekin Köln cherkovidan qolar ekan. Alohida savdo rastalari, asarlar juda go'zal. Shahar gavjum. Savdo ham shu yerda. Va o'sha
Mashhur sabor ham shu yerda. Juda katta. Juda ham ajoyib. Manzaraga gap yo'q do'stlar. Odam gavjum. Hamma odamlar mana shu yerda ekan. Turistlar hamma shahar markazida, shaharning eski shahar qismida ekan. Eshiklariga e'tibor bering. Sherlarda og'ziga halqa qilib qo'yibdi. Gap yo'q. Keyingi manzilimiz tomon yo'l olamiz. Assalomu alaykum do'stlar va biz ajoyib bir yerga keldik. Bu yer Max Morlock stadioni, Nyurembergning mashhur stadioni bo'ladi. Juda ham ajoyib. Hozir pastga tushib, dolasa sizlar bilan bir tomosha qilamiz. Chiroyli qonashga qo'yib qo'yamiz, chunki znakdan u tomoniga mumkin emas. Biz esa chiroq qilib parkovka qilib birgalikda sizlar bilan tomosha qilamiz. Bismillah deb. Ana. Pastga tushamiz endi. Ana do'stlar, Max Morlock stadioniga keldik. Nyurembergda bu stadioni. Bu yerga 50 mingta odam sig'ar ekan. Afsuski bugun bu yerda o'yin yo'q, lekin mana shu yerda hozir ko'rib ketish ichimizda armon edi, hozir esa armonimiz qolmadi. Va biz ajoyib bo'lgan toychog'imiz bilan birgalikda keldik. Qor aka, boringizga shukr. Bir og'iz yo'q demadingiz. Akam stadionni bir ko'rmoqchi edim dedingiz. Yo'lga ketyapsiz ekan. Boringizga shukr aka. Max Morlock stadioni. Max Morlock stadioni ajoyib. Stadionga e'tibor bering. Bu yerda odzivlarni o'qidim. Otziviga qaraganda juda ham chiroyli ekan bu yer va ichkari yaxshi qurilgan ekan va to'g'rida esa Nyuremberger Versicherung deb yozib qo'yibdi. Ajoyib. Endi tasavvur qilyapmiz, bu yerdagi futbol bo'ladigan bo'lsa, qanchadan qancha odam yig'ilishini va bu yerda rastalarda insonlar narsalar sotib ajoyib atmosfera ham boshqacha bo'lishini hozirdan o'zidayoq bu yer sezilib turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qor aka bilan birgalikda keldik. Mana shu Nyurembergda bekorga balonim portlab ketmagan ekan. Mana shu yerlarda aylanish baxt nasib qilibdi. Mana shu oxiri yaxshilik bilan tugadi bu bizni ajoyib mojaromiz. Mana o'sha Max Morlock.
sog'lom turmush tarzi bilan hatto mana bu qizlar ham bu yerda yugurib yurishibdi. Bu yerdan bu yerga. Biz qizlarga emas, stadionga qarash uchun keldik va stadion tomon to'g'ri qadam bosamiz. Mana bu yerda tickets ekan, ya'ni biletlarni chetdan olar ekanmiz Maksimorlik stadioniga. To'g'ridan to'g'ri mana shu yerga kirilar ekan. Buni qarang. Tepa tomoniga. Maksimorlik stadioniga xush kelibsiz deyapti-yu. Herzlich willkommen. Welcome to stadium of Maksimorlik. Ochsak bo'ladimi deb gap bo'lishi mumkin emas. Va keldik. Do'stlar, kanalimga obuna bo'ling. Sizlarni bundan-da zo'r videolar kutmoqda. Hammaga omad, Allohga omonatsizlar. Aha, ketdik. Keyingi manzilimiz Bismillahirrohmanirrohim deb uning yonidagi ajoyib fan klublarida joy bor ekan. Fan klublarida joyiga hozir biz sekin boramiz. Mumkin emas-ku mashina. Tapishon xuddilik mashinalar bor-ku bu yerda. Kirib nima qilmaylik, o'sha yoniga qo'yamiz, u yerda yaxshisi. Sekin boshini qo'yib znak ko'rdik chunki. Qo'yib turaylik sekin. Hozir ichkariga borib turib, bu yoqqa borib. Tochoqqa gap yo'q. Tezda 5 minut ichida borib ko'rib kelamiz. Qani ketdik. Stadionni yon tomondan ko'rinishi. Hozir ichkariga kiramiz. Eng qizig'i nima, do'stlar, bilasizlarmi? Balonim portlab ketgandan keyin mexanikka telefon qilyapman. Mexanikka telefon qilib vaziyatni tushuntirdim. Vaziyatni tushuntirdim-da, ichkariga kirdim degandan keyin u xursand bo'ldi. Yaxshi ham haligi politsiya kelmabdi. Yaxshi ham ichkariga kiribsan. Chunki ertalab bo'lgan bu narsa. Keyin mayli dedi. Senga dedi, hozir bu yerda ishchilar juda ham band. Senga bir shopirni jo'natamiz. O'zing mana shu hamma narsalarni, ya'ni o'zing balonni qo'yasan. Nima deysan dedi. Dedim men dam olish kunim-ku degandan keyin, iltimos degandan keyin mayli, bu iltimos degandan keyin mayli, o'zim qilaman dedi. Endi bozor kuni nastroyda turibman. Qani kim kelar ekan, hozir tez qilsam-u borib shu aylanishga kelsam deb. Qarasizki, o'zimiz o'zbekistonlik akamiz yordamga keldilar. Samarqanddan. Hamma joy. Umr uzoq bo'lsin. Samarqandliklar hamma yoqda. Mana shunaqa qilib o'zbek akalarimiz baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin. Va mana odamlar ichkariga kirmoqchi. Nürnberg Versicherung Arena. Kunden Center ekan, mijozlar sentri. Kassa ichkarida ekan.
Hozir ichkarida. Ajoyib. Oldindan biletlar olib qo'yishlar ekan bu yerda hozir. Ichkarida. Mana bularning fan klub odamlari. Ajoyib. Mana do'stlarimizdan so'radik. Halol. Doktor. Ichkarisi ajoyib ekan. Bugun final kuni ekan. Mana do'stimiz orqali kiryapmiz. Außer ihr wollt. Also für Spende ist das Spende hier. Und Banken keine Geld auch noch eine Spende. Aber Spende ist ja trotzdem. 25 oder 2%? Ich bin auch ein Hozir ichkariga kiramiz. Bugun ajoyib kun ekan. 5 euro uchun ichkariga kirsak bo'lar ekan bemalol. Lekin biz sherigimiz tashqarida turibdi. O'shaning uchun biz kira olmaymiz. Qora akamiz kiramiz ketaman deganiga biz birgalikda ketamiz. Chunki do'stlar tashlab ketilmaydi. Biz O'zbekistonda ham, tashqarida ham birgamiz. Hammaga omad, Sizlarga daromad. sog' bo'lasizlar do'stlar. Haqi ekan. Va do'stlar, videomizning kulminatsion nuqtasi bir oyda shaxsan men qancha rasxod qilaman. Demak, 60 yevrodan har hafta produkt qilaman. Bu 240 yevro bo'lyapti. Va go'sht har hafta 1 kilodan yeyman. 15 yevrodan hisoblagan paytda 60 yevro bo'lyapti. Undan tashqari esa 240 ga 60 qo'shdik, 300 yevro bo'lyapti va uydagilarga ham bir jo'natib turaman va o'zim ham ichadigan vitaminlarim bu 50 yevro, 350 yevro va plus 100 yevro sayohatga ketadi. Ya'ni sayohatga nima qilaman? Futbolga ko'rishga boraman yoki boshqa bir sharfini olishim mumkin yoki bu yerdagi suvenirchalarini. Mana shuna qilib, ya'ni 1 oylik meni rasxodim 450 yevro ekan. Endi do'stlar, sizlarni 1 oylik rasxodlaringiz, chetda ishlab yurgan paytlaringiz qancha? Ya'ni Rossiyada xoh Rossiyada bo'ling, xoh Yevropada, xoh boshqa bir davlatda. Hammani o'sha rasxodlarni kommentariyada kutib qolamiz. Qani kim qancha rasxod qilar ekan. Allohga omonatlar, sog' bo'lasizlar do'stlar.